Yo bolalar, sizlar bilan yana bugun men Artifak. Hamma videomda aytaman, qishloq jitalarining to'yi, ya'ni ikkinchi qismi. O'tgan safargi qismida o'zi qism qilmoqchi emas edik, shu yerning o'zida to'y qilmoqchi edik. Hozirgacha endi qishloq jitalarini qarash va topish va to'y qilish. Video yoqqan bo'lsa like va podpiska ham bosib qo'yishni unutmang. Artifak skiniga 1/10 baho beringlar. Qanaqa bo'ldi? Xo'sh, hoy Reda, rostdan ham meni aldamadingmi? Yo'q, men seni aldatmaganman. Axir men ham bu yerda yurganim yo'q-ku, men bu yoqdagi. Mayli, o'zi bu yerga nechta olib kelgansizlar? Bu yerga bizlar 10ta bo'lib keldik. Lekin shunchamiz o'lib qoldik ochlikdan. Bizni yo'limizga shuncha zombilar, shuncha narsalar tushadi. O'qimiz ham kam. Bu ochlikdan bizlar o'lib ham qolamiz, gapimiz tushunolmay. Shuning uchun mana shu yerda 4talamiz yashab o'tiribmiz. Shular bilan sen yangi skin olibsan. Shunaqa desam bo'ladi. Gapir. Xo'sh, iltimos, bizlarni o'ldirma. Bizlar bu yerda 4 nafar bo'lib yashaymiz. Bizlarning hech kimga zararimiz yo'q. Sen dushmanga ketganing uchun bizlardan to'ygaman. Bizlar senga tegmaymiz. Mana bu oq maxluqcha bizlarning ukamiz. U bizlarni faqat qo'ravlayman deb jonini yo'qotib keladi. Iltimos, bizlarni o'ldirma. Artifak, biz senga xohlagan tilagingni bajaramiz. Mayli, menga tilaklaringlar kerakmaydi. Sizlarning gaplaringizga bir ikki daf'a ishondim. Undan yerdagi narsalar sizlarniki emasmi? Yozuv-chizuvlar? Yo'q. Bizlar unaqa ish qilmaymiz. Shuni bilgin, bizlar tepaga chiqib bilmaymiz. Mayli, bir safar agar sizlardan to'ngashsa, men shu yerga tinib tashlab, barchangni portlatib ketaman. Mayli, yolg'on gapirgan bo'lsak gapirganmiz. Yolg'on gapirmadikmi, to'g'risi? Nega tinib tashlamaydi iltimos? Mayli. Bir safar kechirib olaylik. Endi keyingi safar kechirmaymiz deb o'yla. Xo'sh, kech ham bo'ldi. Men yotib uxlashim kerak. Keyin ichkariga kiramiz. Uyquga to'yib uxlaymiz. Bolalar, mana mazza qilib uyqudan to'yib uxlab oldik. Endi biz boyagi g'orda qishloq jitalari bormi yo'qligiga qarab beramiz. Qanaqa? Bu yerda shuncha zombilar. Hattoki mana bu o'rgimchak ham bu yerda yuribdi, zombilarning atrofida. Zombilar ham ularga tegmaydi. Voy! Bu yerda nima qilib yursa? Hoy, to'xta. Hoy! Qishloq jitali. Nima? Sen bizlarning to'yimizni qilmoqchi eding. Nega bizlarning to'yimizni qilmayapsan? Men sizlarni qarab yuribman. Qayoqdasizlar? Bizni barchamizni o'rab ketishdilar. Hattoki qo'limizni o'ldirib tashlashdilar. Zombilar bizlarni g'orga qamashdilar. Faqat bittamiz aylanib yuramiz. U hamon birga odam senmisan? Ha, shunaqa desa ham bo'ladi. Iltimos, bizlarni ozod et. Biz bu yerda yashashdan siqilib ketdik. Axir olamdagi to'yi-ku. To'yi, iltimos, yordam ber. Mayli, men bitta aylanib kerak bu g'orni. Xo'sh. G'or ham yakkina katta ekan. Hay, qochinglar, zombilar bizlarni zombiga aylantiryapti. Qoch! Voy bili. Bu yerda qishloq jitalari barchasi zombiga aylanibdi-yu. Xo'sh, bularga hoziroq yordam kerak. Bo'la. Hozir. Hadi 5 minut yordam beraman sizlarga, faqat sizlardan menga to'ylaringizlar kerak. Xo'sh. Mana o'tirolma. Ol.
O'zim yemoqchi ekanman. Al. Bo'l. Momcha bilan tutishni o'zi bo'lmaydi. Mana senga. Mana. Xo'sh. Endi shuncha olma kerak bularga. Xo'sh. Ol. Xo'sh. Ol, ye. Xudoim meni deb qolishi. Xo'sh, meni sabr toqatim tamom oldi. Men bu yerga lava tashlab, yo'llardan tashlab qochib ketaman. Xudoim meni adabini berib qo'yadi. Qishloqlar o'zlariga kelgach, xo'sh, o'ldiradi. Madasiga qochdi. Voy, bilya, endi men qishloq jitalarini to'yini ham qilib bo'lmayman. Buryoniga hech kim yo'q. Bitdim men qishloqni himoyalab. Undan ko'ra qishloq jitalarini shu yerda paydo qilsam nima bo'ladi? Mana yuravering. Xo'sh, bularni barchasiga nom berib qo'yaman. Sening isming Olimtoy, sening isming Bobur, sening isming Shavkat, sening isming Mehriddin, sening isming nima deb qo'ysam? Ha, sening isming Eshakkalli. Eshakkalli. Ha, nima dedik? Mayli, sening isming Usta. Xo'sh, Bobur, nima ishlar? Hech ish yo'q. Bizlar faqat yuramiz, o'ynaymiz, ish bajaramiz. Bitta galim yaratib qo'y. Galim bo'ldi. Sizlarni qaraydigan galim hozir tuzataman. Xo'sh, galimchi. Xo'sh. Mana qovoq. Mana qovoq. Mana galim. Mana ketdi. Ikkita bo'lsa undan ham yaxshi. Xo'sh. Bu safargi videomizda endi to'y qilib berolmayman sizlarga bolalar. To'g'risi, unaqa gap topni esladigan video. Shuning uchun like bosib qo'yaveringlar. Sizlarga unda ham kulgili videolar chiqarish berishni davom etaman. Xo'sh. Video yoqqa bo'lsa like va podpiska obuna bosib qo'yishni unutmang. Axir bizga bitta yetishmayapti. 15 ta bo'lishimizga va shundan zo'r video chiqaraman deb umiddaman. Qani bolalar, like va podpiska ayamay bosinglar. Xayr, sog' salomat bo'linglar.